Hech qanday massaj qiyshiq oyoqlarni tekislamaydi. Pullaringizni bekorga sarflashni to'xtating. Chaqaloqning oyoqlari O shaklida, bog'cha bolasining oyoqlari X shaklida bo'lsa, massaj, parafin, elektroforez qilish kerak deyishadi. Lekin bu faqat O'zbekistonda. O'zingiz sinab ko'ring. Har kun ko'chaga chiqib bironta yosh daraxtni tanasini massaj qiling. 2 haftami, 8 haftami, farqi yo'q. Va keyin ko'ring, shakli o'zgararmikan. O'zi massaj yumshoq, ezib bo'ladigan to'qimalarga qilinadigan muolaja. Ko'pincha mushaklarga, uni suyaklarga nisbatan qo'llash hech qaysi sog'lom mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bizda massaj yordam bergan-ku deydiganlar topiladi. Yo'q, shunchaki vaqt o'tib oyoqlarning shakli o'zi tabiiy ravishda o'zgargan. Chunki bolalarda O shaklidan X shakligacha yoshiga monand o'zgarib boradi. Demak, bunday shakldagi oyoqlar ko'pincha norma bo'ladi va davoni talab qilmaydi. Faqatgina g'ayrioddiy qiyshiqlik bo'lsa yoki bir tomonlama qiyshiqlik bo'lsa yoki doimiy og'riqlar kuzatilsa, shundagina davo talab qilinishi mumkin. Va bu holatlar sababiga qarab dori, shina o'rnatish yoki jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Keraksiz davolarga millionlab pullarni sarflamaslik, bolani qiynamaslikni shu